Xotinning vazifasiga ovqat pishirish kirmaydi. U oshpaz emas, u umr yo'ldoshidir. Shuningdek, uyingizni tozalash yoki kiyimingizni yuvish ham uning majburiyati emas. Bularning barchasini u majbur bo'lgani uchun emas, balki muhabbat va sadoqat bilan qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam oilasiga eng minnatdor bo'lganlar va xotinining xizmatini hech qachon o'z-o'zidan bo'lishi kerakdek qabul qilmaganlar chinakam baxtli bo'ladi deganlar. Xotinini qadrlaydigan erkak uning qilgan ishlarini xizmat emas, balki uyda osoyishtalik va qulaylik uchun qilgan yaxshilik deb biladi. U sizga yaxshilik qilsa, siz ham bunga e'tibor, hurmat, iliq so'z yoki sovg'a bilan javob berishingiz kerak. Shukronalik hashamat emas, bu mo'minning qalbining murchidir. Ayol yillar davomida uyga jim xizmat qilishi mumkin, ammo Alloh uning har bir fidoyiligini ko'rib turadi. Siz esa ayolingizga rahmat aytdingizmi? Kommentariyada javob qoldiring.